Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bu video murojaatim Ta'lim vaziri Hilola Umarovaga qolaversa Xorazm viloyati Xonqa tumani Paxtakor mahallasi faollari, mana shu mahalla a'zolariga men shuni aytmoqchi edimki, men Xorazm viloyati Xonqa tumani 51-son maktabda, ya'ni o'sha Paxtakor mahallasiga qarashli bo'lgan 51-son maktabning musiqa fani o'qituvchisi bo'laman. Menga maktabimiz direktori Zinatbek Yusupovning shaxsiy akkauntidan mana menga ovozli xabar keldi. Uni sizlarga men qo'yib bermoqchiman. Bu shunday ma'nodaki, ovoz ber, yaxshimi Ozodbek? Har kimga 5 ovoz aytib qo'yibmanmi? Sen maktabda ishlaysan sen. Mana ko'rib turganlaringizdek, open budjet ovoz masalasi bo'yicha maktabimizda bir menga emas, barcha ustozlarga bosimlar bo'layapti. Men bir narsani tushunmayman. Nimaga endi o'zimizning ko'chamiz Tutzor mahalla, masalan, Paxtakor mahallamizdagi Tutzor ko'chamizga ovozimni bermasdan men nima uchun o'zim bilmagan joyga direktorning bosimi ostida qolib ovoz berishim kerak? Men buni Hilola Umarovadan shuni so'rab qolmoqchimanki, mana shu bo'layotgan jarayonga o'zining munosabatini bildirsa. Qolaversa mahalladoshlar, sizlar ham o'z munosabatlaringizni bildirishingizni so'rayman. Chunki har bir ustoz u yerda 5 ovozdan beradigan bo'lsa, maktabimizda 50-60 ta yaqin 60 ga yaqin ustoz bor. Masalan, har 5 bo'lsa 300 ta ovoz tashqariga chiqib ketishi mumkin. Men bunga mana shu mahallaning kichik bir zarra sifatida bee'tibor qarab tura olmayman. Qolaversa, Zinat Yusupovga shuni aytmoqchimanki, Zinat Yusupov, men sizni majlislaringizda qatnashib, men sizdan noroziman, chunki siz har xil tazyiq bilan ustozlarni jamoaviy tarzda bir tiyin, yarim tiyin deya haqorat qilishlaringiz, qolaversa kuni kecha bir ustozni ayolni nohaqdan ro'za Ramazon oyida uni yengiltaklikda aybladingiz. O'zi operatsiya bo'lgan ayol, masalan, u hozir qaytadan kasalxonaga ketgan. Mana shu narsalarni ham iltimos Hilola Umarova inobatga olishingizni so'rayman. Keyin yana bir narsani aytmoqchi edim. Zinat Yusupov, men sizni nafaqat inson, pedagog yo bir rahbar sifatida tan olmayman. Siz ham men uchun bir tiyinga qimmat insonsiz. Mayli, men ovoz baribir o'z mahallamga beraman. Mayli, meni ishdan bo'shating. Olsangiz arizangizni olasiz. Juda kunim o'tmasam mardiyatchilik qilib bo'lsam farzandlarimni boqa olaman. Lekin men hech qachon o'zimning mahallamga, vatanimga xiyonat qilmayman. Iltimos mahalladoshlar, mana shu mening video murojaatimni ko'proq va tezroq tarqalishiga yordam berishlaringizni so'rayman va mutasaddilardan ushbu video murojaatimga munosabat bildirishlarini so'rayman. Va so'zimning so'ngida mana shu vatanning kichik bir zarrasi sifatida ko'nglimdagi aytadigan gaplarimni she'riy tarzda aytmoqchiman. Men hech qanday bir shoirlikka da'vogarlik joyim yo'q, ammo o'zimning dardli kechirmalarimni yoki quvongan paytdagi taassurotlarimni har safar she'riy tarzda ifodalashga o'rganganman, chunki bu mening uchun bir hobbi bo'lib qolgan. Marhamat, sizga hozir o'sha vatan haqidagi she'rimni aytib bermoqchiman. Vatan nima o'zi aslida? Bir qism tuproq. Ota-bobolarimiz qoni bor unda. Vatan nima o'zi aslida? Bir qism tuproq. Onai zorlarning ko'z yoshi bor bunda. Vatan nima o'zi asli? Bir qism tuproq. Kelajak avlodning haqqi bor bunda. Vatan nima o'zi asli? Bir qism tuproq. Ozod armonning mehri bor bunda. Katta rahmat mahalladoshlar. Bu narsalar hammasi o'tkinchi narsalar. Men hammangizga ishonaman. Xudo xohlasiga xorazmchasiga aytadigan bo'lsak, og'izbirchilikda mana shu Tutzor ko'chamizni asfalt qilishga bir yoqadan bosh chiqarib ovoz berishlaringizni so'rab qolaman. Hammangizga katta rahmat. Iltimos, mana shu videoni tezroq tarqalishiga yordam beringizlar.